Gul hamda mazarali daraxt ko'chatlari inson kayfiyatini ko'tarish bilan birga ekologik muhitni yaxshilashda katta ahamiyatga ega. Oltinko'l tumanida gulchilikni rivojlantirish, agroturizm markazlarini tashkil etish maqsadida aniq chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu orqali yangi ish o'rinlari yaratilib, ekologiya va atrof muhit musaffoligini ta'minlashga ham erishilmoqda. Yashil manzillar hamisha urfda bo'lgan. Odamlar ham o'zlarini yashil hududlarda, ekologik toza manzillarda hamisha qulay his etadilar. Va davlatimiz rahbari tomonidan ham yashil manzillarni ko'paytirish borasidagi ishlar jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Xususan, Andijon viloyatida ham ushbu manzil 15 gektar maydonni egallagan bo'lsa, bu yerda qilinayotgan ishlar kelgusida sizning ko'zingizni quvnatishi tabiiy. Demak, bu yerdagi jarayonlarga e'tibor qaratamiz va kelgusida kutilayotgan natijalar qanday? Tadbirkor bilan suhbatlashamiz. Chindan, tabiat o'zining go'zalligi bilan hamisha barchani lol qoldiradi. Uning zarrasi ham tabiiy va yoqimli. Ayniqsa turli manzarali daraxt va gullarni ko'rar ekansiz, hayotga bo'lgan qarashlaringiz ham go'zallashib boraveradi. 2025-yilning atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb nomlanishi ham atrof muhitni asrash, yashil manzillarni ko'paytirishdagi ishlarni yanada jadallashtirgani rost. Endi maqsad faqatgina tabiiylikni asrab qolishdan ham iboratdir. Ana shu maqsadda Oltinko'l tumanida qilinayotgan ishlar e'tiboringizni tortishi aniq. Tadbirkor tomonidan 15 gektar maydonda ekologik toza hudud yaratilmoqda. Shu yerdan 15 gektar yer bizga ajratildi. Dekorativniy ko'chatlar yetishtirish klasteri. O'zimiz ko'chat olib kelib, shu yerda dekorativniy ko'chatlarni yetishtiramiz va mahalliylashtiramiz. Importni o'rnini bosadi. Avariyalar bor, bu bizning ikkinchi obyekt. Birinchi obyektimiz Jalolquduq tumanida, u yerda 7 gektar joyda, u yerda ham juda go'zal bir go'sha yaraldi desak bo'ladi. Ishchi o'rinlari albatta buni 15 gektarda ishsiz qilib bo'lmaydi. 70-80 ta mavsumiy ishchilar, 20 ta 30 ta doimiy ishchilar. Bu yerda tadbirkor aytib o'tgandek, ishni miridan sirgacha e'tibor berilgan holda olib borilmoqda. To'liq 100% tomchilab sug'orish texnologiyasi, sistemasi o'rnab bo'lgan. Mana endi ekish jarayonlari davom etyapti. Mana shu ko'chatlar, mana Italiyaning ko'chatlari faqat shu yerda mahalliylashtirilib, o'zimiz qalamcha deyiladi. Shundan mana boshlanyapmiz buni. 1-2 yilda chet eldan ko'chat olib kelgani ham bormay qo'yamiz. Hozirda hududda manzarali gul va daraxt ko'chatlarini ekish ishlari jadallik bilan davom etmoqda. Bir tomonda gul ekish ishlari bo'lsa, yana bir tomonda yo'llarni tekislash, qurilish jarayonlari qizg'in tarzda olib borilmoqda. Bu yerda ishlayotgan opa-singillar ham bundan mamnun ekanliklarini bildirib o'tdilar. Gul ekkanimizda charchoqlarimiz chiqib, mazza qilib ishlaymiz. Ham tashvishlar gul ekayotganda unutiladi. Chunki uyingizda qanday qilib parvarish qilsangiz gulni, bu yerda ham xuddi shunaqa qilib parvarish qilib, mazza qilib ishlaymiz. Kelib qizlar mana ish joyimiz juda yaxshi. Obod bo'lyapti, ekinlarimiz chiroyli chiqyapti. Gullar qanchalik rivojlanib, chiroyli bo'lsa, biz ham shuncha xursand bo'lamiz. Oyliklarimiz rosa yaxshi. 4 million, 4,5 million oylik olamiz. Kundan kun o'zgarib, yangilanishlar bo'layotgan Andijonda yana bir Andijon tajribasi yaqqol yuzaga chiqib kelmoqda. Bundan maqsad atrof muhit muhofazasi, kambag'allikni qisqartirish hamda ekologiyani asrashda ko'plab ishlarni amalga oshirishdan iboratdir.